Salom do'stlar, Duolingo yordamida nemis tilini ingliz tili orqali o'rganamiz va gaplarni o'zbekcha tarjimasini ham ko'rib chiqamiz. Tayyor bo'lsanglar ketdik. Hozir biz o'rtadancha pauza bo'lganligi uchun mini review bilan boshlaymiz. Xo'p, hello deyapti. Salom. Hallo, Hello. Please. Iltimos degani bitta. bitte, Aha. Coffee. Kaffee Cafe. And und deb o'qiladi nemis tilida. Milk. Milch, Milk deb o'qiladi. Aha, davom etamiz. Hallo, Hello deyapti. hallo, Bizani listeningimizni tekshirib ko'ryapti. Keyingisi. Xo'p, bread, ya'ni non so'zimiz nemis tilida Brot. Brot, brot bo'ladi. nein, Nein degani yo'q degani. No. A, A harfini topishingiz kerak. 5 ochko ishladik. Bier oder Wein? Bier oder wine deyapti. Ya'ni Bier oder Wein. pivo yoki vino. Beer or wine. Pivo yoki vino deyapti. cha, Cha so'zini topishingiz Cha. kerak va mana bu T S C H A harflari bizada chani beradi. va, Va harflari ra, g'a. ra, R harfi nemis tilida g'a deb talaffuz qilinadi. o, O. o, Va biza practice complete yetib keldik, ya'ni yaxshigina praktisimizni yopib oldik. Va ozgina bizani ishlaganlarimizni tahlil qilib chiqyapti Duolingo tomonidan. Va mana bu yerda esa reklama ochamiz ozginagina. Va bizaga уже 1 kunlik saylovchamiz yondi. Ya'ni bugun birinchi kun uzoq vaqtli tanaffusdan so'ng va biz o'zimizga maqsad qo'yib olishimiz kerak ekan. Biz 50 kunni bosib qo'yaveramiz. Bilmaymiz lekin hali oldinda nimalar bo'lishini. Va yo'q, bizga kerak emas va darslarni ishlashni boshlaymiz. Demak, birinchisi grandpa deyapti. Grandpa Opa, bo'ladi nemis tilida. Easy. Einfach bo'ladi. Demak, Russian so'zi Russisch bo'lar ekan. Soccer bu Fußball, not nicht. Aha. Tea so'zimiz tea deb o'qiladi. Choy so'zi ya'ni. A harfini eshittiryapti. Soccer yuqorida aytib o'tganimizdek Fußball. Cha so'zi. Davom etamiz. 5 ochko ishladik yana. Ja oder nein? Ya oder nein. Ha yoki yo'q. Ja oder Yes or no. nein? Wein und Wasser, bitte. Wine und Wasser bitte deyapti. Ya'ni wine deganimiz vino and wasser suv deyapti, water. Va oxirida please. Yaxshi. va, W so'zi V deb talaffuz qilinadi. Ich mag das Bett ist sehr modern. Ya'ni yotoq kerak va sehr modern, juda ham zamonaviy deyapti. Modern so'zini ko'rishinglar mumkin. Mag degani I like degani, ya'ni menga yotoq juda ham yoqdi va nimadir juda ham zamonaviy. Schlafzimmer, ya'ni your bedroom, yotoqxona. e, so'zi. Va bizada lesson completed bo'ldi. Bitta darsimizni tugatib oldik. Videoni shu yerda tugatsak ham bo'ladi. O'ylaymizki, video foydali bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.